I would like to hug you, sir. My friend, God bless you. I love you, brother. I love you. I love you. I love you. We love you. We love you. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله مولانا العظيم. Mr. Chairman, Janob boshlovchi, respected hurmatli janob notiq speaker, va qadrdon aka-ukayu opa-singillarim. the subject Qarshimizga qo'yilgan Iso xudomi degan savolga qarama-qarshi savol bilan javob berishimiz mumkin. by asking a counter question. Did Jesus Iso xudolikni da'vo qilganmi? U men xudoman deb aytganmi? U menga sajda qilinglar deb buyurganmi? and believe me, Menga ishoning, janob boshlovchi, xonimlar va janoblar, protestantlar Bibliyasini tashkil qiluvchi 66 ta kitobning hech birida, katolik Bibliyasini tashkil qiluvchi 73 ta kitobning hech birida aniq va ravshan qilib, men xudoman yoki menga sajda qiling deb aytilgan bironta ham joyi yo'q. says worship me. There isn't. I would have been very happy to hear Men Isoning o'zidan bu oddiy va tushunarli so'zlarni eshitganimda juda xursand bo'lgan bo'lardim. explicit statement. Men xudoman yoki menga sajda qiling. Musulmon sifatida va umuman olganda biz, barcha musulmonlar, Iso Masih Xudoning buyuk elchilaridan biri bo'lganiga ishonamiz. Va biz uning mo'jizaviy tug'ilishiga, u Masih ekaniga ishonamiz. Va yana ishonamizki, u Qodir Tangrining izni bilan o'liklarni tiriltirdi va Qodirning izni bilan ko'r va moxovlarni davoladi. Bu xristianlar va musulmonlar o'rtasidagi asosiy farq. Ya'ni Iso Masihning ilohiy tabiati. Bu masalada shuni tasdiqlaymanki, birodarimiz Shorosh Isoning o'zidan shaxsan men xudoman yoki menga sajda qiling deb aytgan bironta ham misol keltirib bera olmadi. Iso butun umri davomida bunday so'zlarni aytmagan. Tabiiyki, birodarim Shoroshga u qaytib kelgach, menga e'tiroz bildirish va bu masalani aniqlashtirish imkoniyati beriladi. U muhokamaga oid eng yaqin dalilni Yuhannoning Vahiylar kitobidan keltirdi. U yerda Iso go'yoki men alfa va omegaman, men mavjudman deydi. Ya'ni bu men avval va oxirman degan ma'noni beradi. Ammo Yuhannoning vahiysi nima? Bu tush edi. Bu tushda Yuhanno turli xil hayvonlarni ko'radi. Ko'zlari ichiga kirgan yoki tashqariga bo'rtib chiqqan, shoxli va hokazo hayvonlarni ko'radi. Ammo bunday xildagi tushlarni bo'kib qolguncha ovqat yeb, keyin uxlab qolgan odamlar ham ko'radi. Biz Iso aytgan va qilgan hamma narsani aniq tahlil qilib chiqamiz. Endi esa muqaddas uchbirlik g'oyasiga kelsak. Xristianlarning mutlaq ko'pchiligi Anglikan, Katolik, Luteran yoki Metodist cherkovining a'zolari bo'lishidan qat'iy nazar muqaddas uchbirlikka ishonishadi. Ya'ni masihiylarning deyarli barchasi muqaddas uchbirlikka ishonadilar va uni shunday izohlaydilar. Ota Xudo, O'g'il Xudo va muqaddas ruh Xudo. Lekin ularning hammasi uchta Xudo emas, balki bitta Xudodir. Ota qudratli, O'g'il ham hamma narsaga qodir va muqaddas ruh ham hamma narsaga qodir. Lekin ular uchta qudratli Xudo emas, balki bitta qudratli Xudodir. Va bu hali hammasi emas. Men iqtibos keltiraman. Ular aytadilar: Ota alohida shaxs, O'g'il alohida shaxs va muqaddas ruh alohida shaxs. Biroq ular uchta har xil shaxs emas, balki bitta shaxs. Savol bergim keladi. Bu qanday til o'zi? Shaxs va shaxs. Ammo uchta shaxs emas, bitta shaxs. Bu qanday til o'zi?
Bu yerda yig'ilganlardan kimdir tilingizda shaxs qay shaklda ta'riflanishini aytib bersin-chi? Ayting-chi. Siz amerikalashgan inglizlar, tilingizda shaxs so'zi qanday ta'riflanadi? Tasavvur qiling. Siz va boshqa ikki aka-ukangiz bir xil uch egizaklarsiz. Ya'ni bir-biringizdan farq qilmaysiz. Agar sizlardan kimdir qotillik qilsa-chi? Men so'rayman, boshqasini osishimiz mumkinmi? Siz yo'q deysiz. Men esa nima uchun yo'q? Axir bir-biringizga o'xshaysiz-ku deb e'tiroz bildiraman. Bunga esa javoban siz yo'q, chunki u boshqa shaxs deysiz. Ammo nima uni boshqa shaxsga aylantirdi? Bu uning o'ziga xosligi. Uning o'ziga xosligi uni bizga alohida shaxs sifatida tanitadi. Qachonki masihiylar Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh nomi bilan deganlarida onglarida uch xil tasvirni ko'rishadi. Ota haqida gapirganingizda O'g'ilni tasavvur qilmaysiz. O'g'il haqida gapirganingizda esa Muqaddas Ruhni nazarda tutmaysiz. Shunday emasmi? Va mana shu uchta qiyofani ustma-ust qo'yib, bitta qiyofani tasavvur qila olmaysiz. Chunki ongingizda ular uch xilligicha qolaveradi. Agar o'sha ongda qusur bo'lmasa albatta, uch har doim uchligicha qoladi. Musulmonlarga kelsak, biz uchun insonning Xudo bo'lishi mumkinligi yoki Xudoga tenglashtirilishiga oid e'tiqod, u hindaviylarning Xudo inson qiyofasida mujassamlanishiga oid e'tiqodimi yoki masihiylarning Xudo insonga aylanishi to'g'risidagi e'tiqodimi, farqi yo'q, kufrni anglatadi. Qur'oni Karimda shunday deyiladi: Allohni Maryam o'g'li Masih deganlar kofir bo'ldilar. Ya'ni bu kufr, murtadlik. Masih dediki: Ey Banu Isroil, Allohga ibodat qiling. Mening ilohim va sizning ilohingizga sajda qiling. Darhaqiqat, kimki Allohga sherik qilsa, unga jannat harom qilindi. Uning manzili jahannamdir va zolimlarga shafoat bo'lmas. Iso Masih samoviy ota haqida gapiradi. U mening otam va sizni otangizdir deydi. Va bu narsa qayta-qayta takrorlanadi. Agar siz Matto Injilining 1-bobi 1-oyatidan o'qishni boshlasangiz, mening otam jumlasidan oldin 13 karra sizning otangiz yoki otangizga deb aytgan so'zlarini uchratasiz. Bu hayratlanarli holat. Bir kishi sizga qudratli Xudo hamma odamlarning otasi ekanligini 13 bor takrorlaydi. Majoziy ma'noda u har bir inson uchun, ya'ni har birimiz uchun yaratuvchi, g'amxo'r, qo'llab-quvvatlovchi, foyda beruvchidir. Ammo jismonan u tug'maydi. Chunki nasl berish bu hayvonot olamining harakati. Bu jinslarning o'zgarmas funksiyasidir. Va biz buni Xudoning sifatiga, ya'ni Xudo o'g'il tug'ishiga bog'lay olmaymiz. Shunga qaramay masihiylar Xudoning o'g'li deb aytishdan to'xtashmayapti. Men so'ramoqchiman. Odam atochi, Xudoning nechta o'g'li bor o'zi? Masihiylarning aksariyati bitta deb javob berishadi. U holda siz o'z Bibliyangizni o'qimas ekansiz. Siz Bibliyani umuman to'g'ri o'qimaysiz. Bilasizmi? Agar Bibliyaga asoslansangiz, u holda Xudoning to'nnalab o'g'illari bor. Men og'irliklarga oid tonna haqida gapiryapman. Ibtido 6-bob, 2-dan 4-oyatlarda shunday deyiladi. Ilohiy zotlar bu qizlar chiroyli ekan deb yoqtirganlarini o'zlariga xotin qilib olaverdilar. Ilohiy zotlar bilan ayol zotidan tug'ilgan bu pahlavonlar qadimgi davrning buyuk qahramonlari, mashhur jangchilari bo'lgan edilar. Chiqish kitobida Xudo shunday deydi: Isroil mening to'ng'ich o'g'limdir. Men Isroilning otasidirman. Yefraim mening to'ng'ich o'g'limdir. Yangi ahdda esa Xudo ruhining yetakchiligida yashaydiganlarning hammasi Xudoning farzandlaridir deyiladi. Farqi yo'q. Har qanday inson agar u Xudoning buyrug'iga amal qilsa, u Xudoning bandasidir. Yahudiylar tilida esa bu Xudoning o'g'li, ya'ni solih inson degan ma'noni beradi. Ammo nasroniylar yo'q, Iso unday emas. U tug'ilgan, ammo yaratilmagan deyshadi. Endi esa iltimos buni tushuntirib bering. Tug'ilgan, ammo yaratilmagan deganda nimani nazarda tutasiz? Bu bilan nima demoqchisiz?
Ishoning, 40 yil davomida hech bir nasroniy menga bu nimani anglatishini tushuntira olmadi. To'g'ri, bir amerikalik menga uni Xudo tug'gan deb aytgandi. Men yana so'radim, nima? Keyin u yo'q, sen mendan bu so'zlarning ma'nosini so'rading va men shunga tushuntirdim xolos. Lekin bu men Xudo haqiqatan ham bola tug'di deb ishonaman degani emas, dedi. Shunday qilib, musulmonlar uchun Isoni Xudo deb da'vo qilish kufrdir. Ammo bu yerda nasroniylik nuqtai nazaridan ham kufr bor. E'tibor bering. Har qanday masihiy, u xoh katolik bo'lsin, xoh pravoslav yoki metodist bo'lsin, ularning barchasi muqaddas uch birlikka ishonishadi va ular Isoni uch birlikdagi ikkinchi shaxs deb da'vo qilishadi. Ya'ni siz hech qachon nasroniylardan muqaddas ruh, ota va o'g'il nomi bilan so'zlarini eshitmaysiz. Va yana siz hech qachon o'g'il, muqaddas ruh va ota nomi bilan deganini ham eshitmaysiz. Har doim mana bunday bo'lish kerak. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan. Iso har doim uch birlikdagi ikkinchi shaxsdir. Va agar nasroniylardan kimdir Iso ota deb aytsa, bu bid'at sifatida ko'riladi. Musulmonlar nuqtai nazaridan ilohiy tabiatni maxluqqa nisbatan qo'llash kufr, shakkoklikdir. Har qanday cherkovning, xoh u pravoslav bo'lsin, xoh luteran, anglikan, metodist yoki katolik cherkovi bo'lsin, har qaysi biri nuqtai nazaridan Isoni ota deb da'vo qilish katolik cherkovi tomonidan 1000 yillar oldin man qilingan qadimgi bid'at hisoblanardi. Ular bundan voz kechishgan. Bilmadim, nega birodarim Shorosh Erkin Masihiy kitobida Isoning ota ekaniga ishongani haqida gapirganini sir saqladi. Agar yodidan chiqqan bo'lsa, unda bu kitobni o'zim bilan olib kelganimni ko'rsatib qo'yay. Demak, ozod Masihiy. Ha, kechirasiz. Kitobning nomi Ozod Falastinlik ekan. Fonda esa Davud yulduzi turibdi. Bilmadim, u kimdan ozod ekan? Yahudiylardanmi yoki boshqasidanmi? Xullas, kitobning 8-betida u shunday yozadi. Iqtibos keltiraman. Ey sevimli samoviy otam, hayotimda yaratgan mo'jizalaring uchun senga hamd aytaman. Mo'jizalaring ichida eng buyugi shundaki, meni shu qadar sevdingki, hatto men uchun joningni berding. Kim jonini berdi? Ota uchun jonini berdi. Va bu so'zlar cherkov tarixi davomida birodarim Shorosh ilohiyotshunos sifatida buni tasdiqlay oladi. Bu protestantizm yoki monarxizm yoki savilianizm deb nomlangan qadimiy bid'atdir. Ammo talaffuz qilinishi qiyin bo'lgan bu terminlar bilan o'zingizni bezovta qilib o'tirmang. Muhimi, cherkov anchadan beri bu bid'atlar bilan kurashib kelgani. Bu kurashning tarixi 1000 yildan oshadi. Hatto Iso ham ota ekanligini inkor qilgan. Chunki Iso aytadi, yer yuzida boshqa kimsani aslo ota demang. Chunki sizning osmonda faqat bitta otangiz bor. Matto Injili 23-bob 9-misra. Iso shu yer yuzida yurgan inson edi. Butrus bu haqda Havoriylarning amallarida 2-bobidagi 22-misrada guvohlik beradi va aytadi: Yahudiy erkaklari, so'zlarimga quloq solinglar. Nosiralik Iso odam edi. Ilohiy hokimiyati aniq bo'lgan inson edi. Bu narsa sizga Xudo u orqali yaratgan barcha kuchlar, mo'jizalar va alomatlar bilan isbotlangan. Iso ularni yaratmadi, ammo Xudo Iso orqali mo'jizalar yaratdi. Ya'ni Xudo Isodan foydalandi. Demak, Iso orqali aslida Xudo yaratdi. Buni o'zingiz bilasiz. Chunki bu sizning orangizda sodir bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, Iso otasi emas. Yahudiylarga murojaat qilarkan Iso shunday dedi: Siz uning ovozini hech qachon eshitmagansiz va uning yuzini ham ko'rmagansiz. Hech qachon. Yahudiylar Isoning xabariga bo'ysunishmagan bo'lsalar ham, uni ko'rishardi va eshitishardi. Ular kar emasdi. Ular Isoni ham ko'rishgan, ham eshitishgan. Kamiga ular Isoni toshbo'ron qilmoqchi bo'lishgan va Iso ulardan qochib yashiringan.
Ular uning jismoniy tanasini aniq ko'rishgan va Bibliyadan kelib chiqib, u jismonan ulardan yashirishga harakat qilgan. Havoda erib ketmagan. Demak, u ota bo'la olmaydi va tabiiyki Xudo bo'la olmaydi. The Bible gives us a test. Bibliya bizga Xudoga xos bo'lmagan sifatlar haqida gapiradi. Islomda ham xuddi shunday. Qur'on Alloh haqida shunday deydi. Uning misoli yo'q. Ya'ni nimani tasavvur qilmang, u Xudo emas. Bizga Tangrining 99 ta sifati berilgan. Masalan, Ar-Rahmon, adolatli, muqaddas va hokazo. 99 ta sifat. Shu bilan birga unga xos bo'lmagan narsalar ham bor. Bibliyada ham Xudoda qanday sifatlar bo'lishi mumkin emasligi haqida gapiriladi. Ayub kitobida 25-bobning 4-6 misralarida shunday deyiladi. Inson zoti qanday qilib Xudo oldida solihlikka da'vo qila oladi? Ya'ni qanday qilib qandaydir mavjudotni Xudo bilan taqqoslash mumkin? Ayoldan tug'ilganlar qanday qilib pok bo'la oladi? Boshqacha qilib aytganda, ayolning ichidan chiqqan inson Xudoga teng bo'la olurmi? Har qanday. Muso bo'lsin, Iso bo'lsin, Muhammad bo'lsin, Ram bo'lsin, Krishna yoki Budda bo'lsin. Ayol kishi 9 oy davomida bachadonida ko'tarib yurgan hech bir zot Xudo bo'la olmaydi. Buni Bibliya ta'kidlayapti. Xudoning nazarida hatto oy ham yorug' emas. Yulduzlar ham pok emas. Xudo oldida oy nima? Yulduzlar nima? Hech narsa. Shunday ekan, inson kim bo'libdi? Buni qarangki, masihiylar Iso ayol tomonidan dunyoga kelgan deb ishonishadi va bunga shubha yo'q. Ammo u mo'jizaviy holatda dunyoga keldi. Biz ham bunga ishonamiz va aynan shu narsa uni g'ayritabiiy qiladi. Ya'ni mo'jizaviy holatda dunyoga kelganligi g'ayritabiiy. Shunday qilib, Tangri ushbu kitobda masihiylar Bibliyasida inson hech narsa emasligi haqida gapiryapti. Agar hattoki quyosh, oy va yulduzlar Xudo uchun hech narsa emas bo'lsa, unda inson kim? Men, siz va barchamiz uchun kimmiz? Insonlar shunchaki qurt. Qurt nimaligini bilasiz-a? Tafsilotlariga kirishib o'tirmayman. Buni o'zingiz lug'atlardan tekshirib olishingiz mumkin. Qurt, pashsha, odamlarning najosatlarida sudralib yuruvchi jonzot. Siz va men Xudoning ushbu kitobiga asosan qurt kabidirmiz. Va inson o'g'li. Kim bu inson o'g'li? Iso Masih. Agar siz Iso istisno deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu aniq ta'rif. Xudo sizga Iso istisno emasligini aytayapti. Odam o'g'li. Yangi ahdda 83 marta Iso odam bolasi deb zikr qilinadi. Masalan, tulki iniga ega, qushlar esa uyasiga, inson bolasi esa boshini suqadigan joyga ega emas. Yunus baliq qornida 3 kecha yu 3 kunduz bo'lgani kabi, inson bolasi ham yer bag'rida 3 kecha yu 3 kunduz bo'ladi. 83 marotaba. Va faqatgina 13 marotaba yangi ahdda Xudoning o'g'li deb zikr qilinadi. Inson o'g'li deb esa 70 marotaba ko'proq zikr qilingan. Va har qanday nasroniy missioneridan so'rangchi inson o'g'li kim deb. Ular sizga Iso deb javob berishadi. Bibliya aytadi: "Axir u bir qurt-ku. Odamzod bir pashshadek-ku, ya'ni eng past mavjudot. Demak, u ham qurt. Shuning uchun adashmang." Bibliya bizga Luqo 2-bobning 21-misrasida shunday deydi: "Oradan 8 kun o'tdi. Chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi." Xudoni sunnat qilish kerakmidi? Iltimos, boshida boshlovchi bizdan so'raganidek, biz jim turishimiz va qarsak chalmasligimiz kerak. Qarsaklaringizni nutqimning oxiriga olib qo'ying. Demak, oradan 8 kun o'tdi. Chaqaloqni sunnat qiladigan payt keldi. Unga Iso deb ism qo'ydilar. Iso ona qornida paydo bo'lmasdan oldin farishta unga shu ismni bergan edi. Ona qornida kim edi? Iso.
Iso u yerdan qanday chiqdi? Xuddi men va sizga o'xshab. Xudo ham shunday chiqdimi? Men sizdan so'rayapman, agar sizdan kimdir 2000 yil oldin doyalik qilgan bo'lsa va siz Maryamga bola tug'ilishiga yordam bergan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bir lahzaga najas bilan qoplangan mana shu ojiz mavjudot sizning xudoyingiz, sizning Yahovangiz, sizning Allohingiz deb tasavvur qila olarmidingiz? Xudo bizni kechirsin. Inson aqli bunday fikrni rad etadi. Axir ushbu kichkina jonzot onasini 40 kunga nopok qilib qo'ydi. Bibliya buni ta'kidlaydi. Tug'gan ayol 40 kun davomida nopok bo'ladi. Xo'sh, kim uni nopok qildi? Muqaddas Xudomi? Muqaddas Xudo uni nopok qilib qo'ydimi? Yo'q. U shunchaki siz va menga o'xshagan go'dak xolos. U Maryamni 40 kunga nopok qilib qo'ydi. Maryam uni 9 oy ko'tarib yurdi. Angliyada Anglikan cherkovi bugungi kunda injilchilarga nisbatan anchagina mantiqiy qarashlarni olg'a suradi. O'tgan yilning iyun oyida shu yerda, Buyuk Britaniyada Anglikan yepiskoplari o'rtasida so'rov o'tkazildi. Yepiskoplarning yarmidan ko'pi nasroniylar Iso Xudo ekanligiga ishonishlikka majbur emasliklari haqida aytishdi. Ya'ni bunga ishonishingiz shart emas. Va agar sizning va mening najotimiz shunga bog'liq bo'lsa, axir masihiylar Iso Xudo sifatida o'lishi kerakligiga ishonishadi-ku. Chunki bir kishini xochga osib qo'yib, butun insoniyatning gunohlaridan o'tib bo'lmaydi. Lekin biz ular uni o'ldirmagan yoki xochga mixlamagan deb da'vo qilamiz. Men buni shu yerda iyul oyida allaqachon isbotlab bo'lganman. Shuning uchun bu mavzuga tegmaymiz. Shunday qilib masihiylar Iso odam sifatida emas, Xudo sifatida o'lgan deb ishonishga majburlar. Chunki oddiy odam butun insoniyatning gunohlariga javobgar bo'la olmaydi zotan. Savol beraman. Nima siz Xudo o'lganiga ishonasizmi? Siz uni abadiy va o'lmas deb aytasiz-ku. Ammo ayni paytda uni o'ladi ham deysiz. Agar u o'lgan bo'lsa, unda uning maxluqoti bilan nima bo'ldi? Masalan, ushbu zaldagi elektr ta'minotini olaylik. U bu yerga qayerdan kelyapti? Elektrostansiyadan. Shunday emasmi? Agarda siz elektrostansiyani o'chirib qo'ysangiz, tok kelishi to'xtaydi. Bu yerdagi o'chirgichlar endi ishlamaydi-ku baribir. Zimistonda qolib ketasiz. Agar Xudoning nuri o'chgan bo'lsa-chi, unda koinotni kim boshqargan? Kim 3 kecha-yu 3 kunduz davomida olamni boshqardi? Axir masihiylarning da'vosiga ko'ra, Xudo bu paytda qabrda bo'lgan. Unda mana shu 3 kun davomida dunyoni kim boshqardi? Kim? Yana takrorlayapman. Iso Masih hech qachon men Xudoman yoki menga sajda qiling deb da'vo qilmagan. Aksincha u Ota mendan ulug'dir deb aytgan. Yuhanna 10:29 da esa Otam hammadan buyukdir deb aytgan. Yuhanna 5:30 da esa u men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman, ammo Xudo xohlaganini qila oladi degan. Ha, bitta istisno. Birodarim Shorosh Xudo odamga aylanishi mumkin deb aytgandi. Chunki u xohlaganini qiladi. Men esa yo'q deyapman. Bu men Xudoni chegaralab qo'yganligimni anglatadimi? Aslo yo'q. Men shunchaki odamlarni qudratli Xudo boshqa Xudoni yaratishi mumkinligini isbotlab berishlariga chaqiraman. U yaratilmagan. Demak, u yana boshqa bir yaratilmagan mavjudotni yarata olmaydi. U abadiy va azaliy. Bu esa Xudo o'ziga o'xshash zotni yarata olmasligidan dalolat beradi. Qanday qilib yaratadi? U kimnidir yaratgan zahoti o'sha narsa maxluq bo'ladi. Ya'ni Xudo azaliy narsani yarata olmaydi. Axir bu sog'lom mantiq-ku. Xudo boshqa bir Xudoni yarata olmaydi. U boshqa bir otani yaratishi mumkinmi? Unda sizda 2 ta ota bo'ladi. Keyin balki yana o'nlab otalarni yaratib tashlash mumkin. Shunday emasmi? U holda mening hind birodarlarim aqlliroq ekanda. Chunki ular millionlab xudolarga ishonishadi. Ular uchun hamma narsa Xudo. Bundan chiqdi ular sizdan ko'ra oqil ekanda. Nega bu qadar bema'nilik va istisno qilyapsiz? Nega sizda ko'proq xudolar va o'g'illar bo'lmasligi kerak? Jismoniy o'g'illarni nazarda tutyapman. Bundan tashqari, Xudo meni o'z hokimiyatidan tashqariga chiqarib yubora olmaydi. E'tibor bering, Xudo qudratli. Ammo u sizni o'z kuch va mulkidan tashqariga chiqarib yuborishi mumkinmi? Uning hukmronligi amal qilmaydigan va sizni joylashtirib qo'yishi mumkin bo'lgan makon bormi? Yo'q, albatta. Siz shunday joyni tasavvur qila olasizmi? Qayerda u?
Ha, u meni yo'q qilib yuborishi mumkin. Shubhasiz, u sizni ham yo'q qilib yuborishi mumkin. Ammo u sizlarni o'z mulkidan tashqariga chiqarib yubora olmaydi va bu uning imkoniyatlari cheklangan degani emas. U qudratli va uning hukmi yer va osmonlarga daxl qiladi. Atrofdagi siz tasavvur qila oladigan va qila olmaydigan hamma narsaga hukmi o'tadi. Unda sizni qayerga chiqarib yubora oladi? Qudratli Xudo hamma narsa qila olishi mumkin, ammo u Xudoga xos bo'lgan ishni qiladi. Xudo faqat Xudoga xos ishlarni qiladi. U o'yin o'ynamaydi. Men bu yerga Sho'rosh birodarimiz o'yin kulgi qilgani keldi deb o'ylamayman. Men ham bu yerga o'ynagani kelmaganman. Bir kishi Janubiy Afrikadan minglab chaqirim uzoqlikdan tashrif buyurdi. Yana bir birodar bu yerga minglab chaqirim uzoqlikdagi Amerikadan yetib keldi. Nima uchun? O'yin kulgi qilish uchunmi? Bizdan nima kutyapsiz? Agar kimdir sizga Sho'rosh va Didat sahnada raqsga tushib berarkan, shunga keldi deb aytsa ishonarmidingiz? Siz bu dindorlardan bunday xatti-harakatni kutmaysiz-ku axir. Demak, buyuk Xudo faqat Xudoga xos bo'lgan amallarni bajaradi. U bema'ni ishlar bilan shug'ullanmaydi. Iso davom etadi. Men jinlarni Xudoning qudrati bilan quvib chiqardim. Luqo 11:20. U aytadi, men Xudoning ruhi bilan jinlarni quvib chiqardim. Matto 12:28. U qudratga ega edi. Masalan, gunohlarni kechirish qudratiga. Iso uni qayerdan oldi? Uni o'zidan so'rang. U aytadi, barcha hokimiyat menga berilgan. Ya'ni u meniki emas. Kim tomonidan berilgan? Osmondagi Otam tomonidan. Unga ko'r va mohovlarni davolash uchun kuchni qudratli Xudo berdi. O'liklarni tiriltirish va Bibliyadan kelib chiqib 2000 ta cho'chqani o'ldirish imkoniyatini Xudo berdi. Anjir daraxtini ildizigacha quritib yuborishni ham Xudo bergan. U bo'ronni ham tinchlantirgan. Unda bu kuch qayerdan? Xudodan. Demak, hamd va sano Xudoga aytiladi. Kimdir yangi ahdda Iso o'zining mo'jizalaridan birini ko'rsatganida odamlarga shunday kuch bergan Xudoni ulug'laganini to'g'ri payqadi. Ya'ni hamd va sanolar insonga shunday kuch bergan Xudoga qilinadi, insonning o'ziga emas. Birodarim Sho'roshning aytishicha, Qur'onda Iso qiyomat qachon sodir bo'lishini biladi deb yozilgan ekan. Menimcha, u Qur'onni noto'g'ri o'qigan. Bu yerda Qur'on bor. Marhamat, tekshirishingiz mumkin. Men qayerda Iso buni bilishini yoki Xudo Iso bu haqda bilishini aytganini ko'rishni xohlardim. Hatto Injil ham bunga zid. Unda shunday deyilgan: o'sha kun yoki soat haqida hech kim bilmaydi. Na samoviy farishtalar va na o'g'il. Faqat Ota. Boshqacha qilib aytganda, men hech qanday tarzda Xudo emasman. Men hatto kuchim bilan ham Xudoga o'xshamayman. Mark Injili 10-bob 32-misra. Eng muhim savol ochiq qolmoqda. Iso qayerda men Xudoman yoki menga sajda qiling degan? Yoki qayerda men va Otam bir xilmiz degan? Bu yerda hech bo'lmaganda bitta nasroniy menga men va Xudo bir xilmiz degan gaplarni ko'rsatib bera oladimi? Ushbu katta zalda hech bo'lmaganda bitta masihiy shunga ishora bera oladimi? Yuhanno Injili 14-bob 6-misra. Yuhanno 14:6da nima deyilgan ekan? U yerda men va Otam birmiz deyilgan. Ha, ajoyib. Ammo bob noto'g'ri ko'rsatildi. Yo'q, bu iqtibos 14:6dan emas. Ammo iqtibosning o'zi to'g'ri. Men va Ota birmiz. To'g'ri iqtibos. Ammo bu Yuhannoning Injili 10-bob 30-misra. Tinchlik saqlang iltimos. Shunday qilib, bu Yuhanno Injili 10-bobi 30-misrasidan olingan iqtibos. Menga savollar berish imkoniyatiga xalroq ega bo'lasiz, birodarlar. Iltimos, o'tirib oling. Biz hozir savollarni qabul qilmaymiz. Iltimos, joyingizga o'tiring. Kechirasiz, janob Didat. Tinchlik saqlang, iltimos. Men xotiramdan olaman. Birodarim Sho'rosh bu haqiqatan ham Yuhanno 10:30 Injili ekanligini tasdiqladi.
Endi kontekst haqida. Buni qarangki, 40 yil davomida odamlar bilan gaplashdim. Va har safar Iso aytgan mana shu men va otam birmiz misrasini keltirganimda, albatta, bu so'zlar bor, ularni inkor etib bo'lmaydi. Men kontekst haqida so'radim. Va ishoning, 40 yil mobaynida kontekstni biladigan bironta nasroniy olimini uchratmadim. Ha, siz hozir kitobni ochib ko'rishingiz mumkin. Bironta nasroniy menga shu paytgacha kontekstni tushuntirib bera olmadi. Demak, kontekst 23-misradan boshlanadi. U yerda shunday deyiladi. Iso ma'batda Sulaymon ayvoni degan joyda aylanib yurardi. Yahudiylar uning atrofini o'rab oldilar. Qachongacha bizni ikkilantirasiz? Agar Masih bo'lsangiz, bizga ochig'ini ayting deyishdi. Ya'ni Yahudiylar Isoni uning so'zlari tushunarsizligida ayblashardi. Bu asosiy da'vo edi. Yolg'on da'vo edi. Chunki uning gaplari aniq va ravshan bo'lganidan xabarimiz bor. Chunki u ochiqdan ochiq men Masihman degan. Ammo Yahudiylar rad etishni boshladilar. Chunki Isoning da'vati ularga yoqmasdi. Chunki Iso ularni ilonlarning nasli, yovuz va zinokorlar avlodi, ahmoq, ilonlar, ikkiyuzlamachilar, bo'yalgan tobutlar deb atardi. Agar sizni shunday chaqirishsa nima degan bo'lardingiz? Yahudiylar tezda unutadigan odamlar emasdi. Shu sababdan u yolg'iz qolganida barmoqlarini bigiz qilib silkitib, uni gapir endi, gapirmaysanmi deb siquvga olishdi. Ular shunchaki Isoning jahlini chiqarib u bilan urushmoqchi edilar xolos. Iso ularga shunday javob beradi: "Men sizlarga aytdim, ammo sizlar ishonmayapsizlar. Osmondagi otam nomidan qilayotgan ishlarim kimligimni ko'rsatib turibdi. Sizlar esa ishonmayapsizlar. Chunki sizlar mening qo'ylarimdan emassizlar. Mening qo'ylarim ovozimga quloq soladi. Men ularni taniyman, ular esa menga ergashib yurishadi. Men ularga abadiy hayot beraman, ular hech qachon halok bo'lmaydilar. Hech kim ularni mening qo'limdan tortib ola olmaydi. Ularni menga bergan otam hammadan buyukdir. Otamning qo'lidan ularni tortib olishga hech kimning kuchi yetmaydi." Bu 29-misra. 30-misra esa men va otam birmiz. Ya'ni boshqacha qilib aytganda maqsadimiz bir. Ammo Yahudiylarga muammo kerak edi. Mabodo kimgadir muammo kerak bo'lsa, uzoqqa borish shart emas. Bu yerda Yahudiylar Isoni toshbo'ron qilmoqchi edilar. Iso ularga shunday javob beradi: "Sizlarga ota buyurgan ko'p xayrli ishlarni ko'rsatdim. Ularning qaysi biri uchun meni toshbo'ron qilmoqchisizlar?" Yahudiylar unga shunday deyishdi: "Xayrli ishing uchun emas, kufrliging uchun seni toshbo'ron qilmoqchimiz. Sen odam bo'la turib o'zingni Xudo deyapsan." Bu yana bir yolg'on da'vo edi. Birinchi ayblov da'vatlari tushunarsiz deb qilingan da'vo edi. Endi esa boshqa ayblov, ya'ni go'yoki u o'zini Xudo deb aytgan emish. Mana shu joyda nasroniylar Yahudiylar bilan kelishishadi. Ammo nasroniylar Iso bunga haqli edi va bu kufr emas deb hisoblashadi. Endi esa Iso nima deb javob berganini eshitaylik. Iso shunday javob qaytaradi: "Sizlar o'zlaringiz doim o'qiydigan muqaddas bitiklarda, ya'ni muqaddas bitik bu Tavrot. O'sha muqaddas bitiklarda hammangiz xudolarsiz deb yozilmaganmidi? Ya'ni sizlar xudosiz. Agar u Xudo bo'lsa va qo'lida Xudoning kalomini ushlaganlarni ham xudolar deb aytgan bo'lsa, demak tilimizda payg'ambarlar Xudo deb ataladi. Payg'ambarlar Xudo Musoga seni Fir'avnga qarshi xudo qildim, birodaring Horun esa payg'ambaringdir dedi. Zabur 82-bob 6-misrada shunday deyiladi: "Sizlar xudolarsiz, buyuk Tangrining o'g'lonlarisiz." Bu ibroniy tilining o'ziga xos xususiyatidir. Agar odamga Xudo deb murojaat qilinayotgan bo'lsa, u aslida ham Xudo ekanligini anglatmaydi. Masalan, Korinfliklarga 2-maktub 4:4da shunday deyiladi: "Bu dunyoning xudosi iblis iymonsizlarning ongini ko'r qilib qo'ygan." Nima endi? Shayton ham xudomi? Yo'q albatta. Bu shunchaki tilning xususiyati xolos. Bu shunchaki shaytonda shartli imkoniyat borligini anglatadi. Muso Fir'avnning xudosi va siz Yahudiylar hammangiz xudosiz. Bu ibroniy tilining o'ziga xos xususiyatidir. Iso ularga javob beradi: "Bu qonuningizda yozilmaganmidi? Men sizni xudolar deb aytdim deb.
Agar u Xudoning kalomiga ergashganlarni xudolar deb aytgan bo'lsa, tabiiyki siz bu borada men bilan bahslasha olmaysiz. Ota ma'rifat qilib yuborgan kishiga sen kufr qilding deb aytasizmi? Xudoning o'g'liman deganim uchunmi? Chunki bu rostdan ham hech narsani anglatmaydi. Bizning tilda Xudoning to'nnalab o'g'li bor. Nega endi boshqalarni xudolar deb aytilganida Xudoning o'g'liman deganim uchun meni aybdor qilishga uranyapsiz? The verse statement. Birodarim Sho'rish kitobimdan bir jumlani uning ismi deb iqtibos keltirdi. Men o'zimga bosh og'riq qilib unga barcha kitoblarimni, barcha dalillarimni yuborgan edim. U bir og'iz so'ragan edi, men hammasini yubordim va aniq qilib yozib ham qo'ydim. Endi sizda ishlash kerak bo'lgan masalalar haqida ma'lumot bor va sizga barcha dalillarimga qarshi javob berishingiz uchun oldindan tayyor bo'lishingiz qiyin kechmaydi dedim. Men qo'rqmadim, chunki dalillarimning hech qaysi birini intellektual tarzda rad etib bo'lmaydi. Qudratli Xudo Qur'onda bizga boshqa sinovni taklif qiladi. U aytadi: Maryamning o'g'li Masih payg'ambar edi. Ungacha ham payg'ambarlar yuborilgan. Onasi esa soliha ayollardan edi. Ularning ikkisi ham taom yeyishardi. Xo'sh, nimasi ajablanarli? Biz hammamiz taomga muhtojmiz, to'g'rimi? Unchalik emas ekan. Bu yerda xudolar yoki g'ayritabiiy mavjudotlar degan fikrga qarshi ishora bor. Chunki katoliklar Maryamni Xudoning onasi, Isoni esa Xudo yoki Xudoga aylangan inson deb ishonishgan. Birodarim Sho'rish va qolgan masihiylar ham shunday deb e'tiqod qilishadi. Demak, ularning ikkisi ham taomga muhtoj bo'lgan ilohlar. Agar ular ovqat yegan bo'lishsa, demak katta hojatga ehtiyojlari bo'lgan. Agar ovqat yegan bo'lsangiz, tabiiyki birozdan keyin hojatxona yoki xilvat joy qidirib qolasiz. Bundan boshqachasiga qutulib bo'lmaydi. Ammo Xudo sizga bunday so'zlar bilan gapirmaydi. Eshiting uning gaplarini. Oyat alomatlarimizni qanday yetkazganimizni ko'ring. Ular ikkisi ham taom yer edi. Ya'ni ovqatlanishning ma'nosi, oyatlarni qanday bayon qilganimizni ko'ring. Undan keyin esa yana qarang. Yana bir bor nazar soling. Naqadar haqiqatdan yiroqlar. Xudo haqida naqadar zalolatdalar. Xudoga tirik tabiiylikni bog'lashadi. Uni odamga o'xshatishadi. Biz uning qiyofasida yaratilganmiz deyishadi. Biz qanday qiyofa haqida gapiryapmiz? Mana shu qiyofa haqidami? Axir bu maymun tasviri-ku. Ba'zilarimiz shimpanzega, boshqalar babuinlarga va yana boshqalarimiz gorillalarga o'xshaymiz. Biz hammamiz o'ziga bino qo'ygan maymun qiyofalarmiz. Xudo o'z qiyofasi haqida shunday deydimi? Masihiylar ha deyishyapti. Doktor Sho'rish iqtibos keltirgan ibtidoning oyatlarini keltirishyapti. Xudo aytdi, yorug'lik bo'lsin. Men Xudo buni o'z og'zi bilan aytdimi deb so'rayapman. Demak, Xudoning og'zi bor ekanda. U ha dedi. Ammo Xudoning og'zi bo'lsa, demak tishlari ham bo'lish kerak-da. Har holda tishlari yo'q Xudoni tasavvur qilmayotgandirsiz. Siz o'zingizga shunaqa Xudoni tasavvur qilasizmi? Agar uning tishlari bo'lsa, demak unda til, tomoq va o'pka ham bor. Va agar u quyoshga, yulduzlarga va millionlab boshqa ijodlariga murojaat qilishda davom etsa, ertami kechmi og'zi quriydi. Va uni namlash uchun unga suyuqlik kerak bo'ladi. Lekin suyuqlik uning ichiga tushsa, ertami kechmi u uning ichidan chiqib ketish ham kerak bo'ladi. Shunday emasmi? Shu holatni bir tasavvur qilib ko'ring-a. Siz maxluqot olamining fazilatlarini Xudoga nisbat berib uni kamsityapsiz. Endi esa ko'plik haqida. Xudo Elohim deydi. Ibtido 1-bob 3-misra. Qadimgi Ibroniy tilida Elohim Xudo degani. Bilasizki, Elohim so'zi ko'plik olmoshida yoziladi. Ha, do'stlarim arablar ham shunda ko'plik shaklida deyishadi. Ibroniy tilida bo'lgani kabi arab tilida ham ikkita ko'plik shakli mavjud. Bu birlik, ikkilik va ko'plik shakllaridir.
In every Bible there are 100 different versions. The word is Elohim. Ya'ni zohir ma'noda Elohim xudolar ma'nosini beradi. Ammo Bibliyaning yuzlab tarjimalari orasida men xudolar nur bo'lsin deb yozilgan joyini ko'rmadim. U yerda xudo deb emas, xudolar deb yozilishi kerak edi. O'zi Elohim so'zidagi im qo'shimchasi nimani anglatadi? Odatda biz o'zimizga yoqmaydigan narsalarni inkor qilamiz. Qadimgi Ibroniy tilida im qo'shimchasi hurmat ma'nosidagi ko'plik shaklini bildiradi. Arab tilida ham qadimgi Ibroniy tilida bo'lgani kabi ko'plik olmoshining ikki xil shakli bor. Alloh Qur'onda marhamat qiladi. Dar haqiqat zikrni biz nozil qildik va o'zimiz uni asraymiz. Eng ilmsiz musulmondan so'rangchi bu yerda nechta xudo haqida gap ketyapti deb. U sizga bitta deb javob beradi. Unda bu biz kim? Arablardan so'rang. Bironta ham arab masihiysi 14 asr mobaynida musulmonlar bittadan ortiq xudoga ibodat qilarkan deb barmoqlarini bigiz qilishmagan. Chunki Qur'onda aytiladi: "Ayt, u Alloh yagonadir." Hech qaysi arab nasroniysi bu yerdagi biz kim deb so'ramagan. Nega bizdan shuni so'ramaysiz? Nega arablardan so'ramaysiz? Va ular sizga shunday javob berishadi: "Bizning tilimizda, ya'ni arab tilida, ko'plikning ikki xil shakli borligini bilmasmidingiz?" deb. Ya'ni sanoqqa ishora qiluvchi ko'plik shakli va hurmat yoki mulozamatga ishora qiluvchi ko'plik shakli. Va 14 asr mobaynida bironta ham arab bu borada bizga e'tiroz bildirmagan. Men doktor Shoroshga yuqoridagilarni rad etib, Qur'onda bir nechta xudo haqida gapirilgan degan gapini isbotlab berishini talab qilaman. Men buni undan eshitishni xohlardim. Yana takror aytaman. Arab va Ibroniy tillarida ikkita ko'plik shakli mavjud. Xushmuomalalik va hurmat shakli sifatida hamda sanoq shaklida. Jesus ate, and his mother ate. And the Bible says, the Son of Man came. Demak, Iso ham, onasi ham taom tanovul qilgan. Bibliyada odam o'g'li keldi deyiladi. Bu yerda ham shu insoniy sifat. Kim u? Iso, inson o'g'li keldi. Yedi va ichdi. Uni esa odamlar yeb to'ymas va sharobxo'r deyishdi. Matta Injili 11:19 va Luqo Injili 7:34. Xo'sh, o'zi uni nima xudo qildi? Uning tug'ilishimi? U inson qiyofasida otasiz dunyoga keldi. Demak, unda qandaydir boshqa ota bo'lish kerak. Demak, uning otasi Xudo. Qur'on bunga juda oddiy qilib javob beradi. Dar haqiqat, Alloh nazdida Iso odam kabidir. U tuproqdan yaratildi. Keyin esa bo'l dedi va bo'ldi. Demak, agar Iso Xudo va yerlik otasi bo'lmagani uchun haqiqiy Xudoning o'g'li bo'lsa, unda odam ato undan-da ulug'roq Xudo bo'lishi kerak. Chunki uning otasi ham, onasi ham bo'lmagan. Bu sog'lom mantiq. Mantiqingizni ishlatsangizchi. Agar Isoning otasi bo'lmaganligi uni Xudo qilayotgan bo'lsa, unda odam ato undan ham buyuk Xudo bo'lishi kerak. Uning na otasi va na onasi bor edi. Siz ha, ammo odam loydan yaratilgandi, Iso esa bokira qizdan tug'ildi deysiz. Aytgancha, birodarim Salimning ruhoniysi Malik Sidiq haqida eslatib o'tgandi. Ibroniylarga maktubning 7-bobi 1-misrasida shunday deyiladi. Bibliyangizni oching, oching uni. Malik Sidiq Salim shohi. Xudoy taoloning ruhoniysi edi. Uning na otasi, na onasi va na nasabnomasi bor edi. Hayotining boshi ham, oxiri ham yo'q. Kim bu? Bu Xudo. Faqatgina Xudoda avval, oxir, ota, ona bo'lmaydi. Faqat Xudo abadiy yashaydi. Lekin u oliy ruhoniy edi. Va Ibrohim unga ushur, ya'ni diniy soliq to'lagan. Demak, na otasi, na onasi bor edi. Isoning esa onasi bor edi, lekin otasi yo'q edi. Demak, Malik Sidiq Isodan ko'ra buyukroq edi. Isoning avvali bor edi, u yo'rgakda edi. Buning oxiri ham bor. Ammo bu odamning na boshi va na oxiri bor. Bularning qaysi biri ulug'roq? Albatta Malik Sidiq. Unda nega unga sajda qilmaysiz? Salimning ushbu oliy ruhoniysi Xudo kabi hamd va sanoga loyiq emasmi? Mantiqni ishlating.
This man Jesus, Iso ismli bu odam taxminan qoshda turib Xudoga yolvorgan. Matto Injili 27-bob 46-misra. Elay, Elay, lama sabaqtani. Ma'nosi: Xudoyim, Xudoyim, nega meni tark etding? who is he crying? U kimga iltijo qilyapti? O'ziga o'zimi? Dramatizing himself that Yoki he's Xudoyim, dying. Xudoyim, nega meni tark etding deb spektakl qo'yib berdimi? How can he let himself die? Agar u Xudo bo'lsa, unda qanday qilib o'zini o'zi tashlab ketishi Mark mumkin? chapter 15 verse 34. Mark 15:34da ham xuddi shu narsa. U kimga yolvoryapti o'zi? He's crying to Allah. U Allohga iltijo qilyapti. Elay, Elay, Alloh, Alloh. Look, I'm asking the Jehovah's Witnesses. Men Yehova shohidlaridan so'ramoqchiman. Go and harass people. Jehovah's Witnesses. I'm asking them. Iso Elay, Elay deganida Yahova, Yahova, lama sabaqtani deganmidi? Like Jehovah lama sabaqtani? He says no. Ular yo'q He deyishadi. says no. Yana bir eshitib ko'ring. Listen, listen again. Elay, Elay, lama sabaqtani. Bu so'zlar sizga Abba, Abba, lama sabaqtani deb eshitilyaptimi? Qadimgi ibroniy tilida Abba ota degani. Yo'q, yana eshiting. Elay, Elay, lama sabaqtani. Bu qadimgi ibroniychada. Alloh, Alloh, lama taraktani. Bu esa arabchada. Deyarli bir xil eshitiladi. Shunday emasmi? Vahiy kitobining 19-bobida Yuhanno farishtalarining Alleluya, Alleluya deb qo'shiq aytishganini eshitadi deb yozilgan. Mening vatanimdagilar ekstaz holatida Alleluya, Alleluya deb baqirishadi. Alleluya nima degani? No, no. What is hallelujah? Ya arab va qadimgi ibroniy tilida undovga urg'u berishni bildiradi. We begin with an Masalan, exclamation. biz ya axi, ya'ni yo birodarim deymiz. Oh my brother. Yoki ya ummi, yo ona, yoki ya Alloh, yo Alloh. The West G'arbda yashaydigan odamlar esa bunday hollarda gap oxirida undov belgisini qo'yishadi. Ya'ni stop va undov belgisi yoki yong'in, yong'in va undov belgisi va hokazo. use of Islam. Bu g'arb odamining uslubi. Bu tilning o'ziga xos xususiyati. Shu alfozda alleluyani ham ya allelu yoki ya allalu yoki arabchada ya Allohu deyishimiz mumkin. Ya'ni ya Alloh, hamdu sanoga yolg'iz o'zing loyiqsan. U Alloh, undan o'zga iloh yo'q. Al-Malik, podshoh, Al-Quddus, muqaddas, Assalom, tinchlik va mukammallik manbai. Yahudiy ayolidan tug'ilgan go'dak Xudo emas. Unday emas. Bu go'dakni Xudo qilgan narsa nima o'zi? Siz uning tug'ilishi deyapsiz. Men esa buni haqiqatda tekshirib ko'ring deyapman. Yana nima? U ko'rsatgan mo'jizalarmi? He says, Lazarni hayotga qaytarganimi? Hayotni u qayta ato etdimi? Aslo yo'q. Lazarga murojaat qilishdan oldin u qo'lini osmonga ko'tarib ota dedi. Iltijoimni qabul qilganing uchun sendan minnatdorman dedi. Meni har doim eshitishingni bilardim dedi. U har doim deyapti. Ya'ni nima so'rasam o'shani beraverasan demoqchi. Sen, ya'ni Xudo bu ishlarni qilyapti. Iso meni har doim eshitasan dedi. U bu so'zlarning barchasini atrofida to'plangan bema'ni xurofotchilar uchun aytgandi. Chunki keyinchalik ular o'liklarni men tiriltirganman va aslida meni Xudo deb atashlari mumkin deb o'ylaydi. Aynan shu sababli baland ovoz bilan Xudoga iltijo qiladi. Bu ongacha esa Bibliyada Iso ruhan singanligi va yig'lab yuborganligi haqida aytiladi. Nimadan yig'lasin? Chunki u butun qalbi bilan Xudoga iltijo qilardi. Do'stim Lazar o'ldi, ey Xudo, uni hayotga qaytar. Xudo esa unga nimani xohlasa o'shani berishini aytgan. Lazarga murojaat qilganidan so'ng Iso ota, meni eshitganing uchun senga shukrlar aytaman dedi. Sen meni doim eshitishingni bilaman dedi. Lekin bu so'zlarni shu yerda turgan xalq uchun aytayapman, toki meni sen yuborganingga ular ishonishsin dedi. Va yana Iso u yuborgan elchidan buyukrog'i bo'lmaydi dedi. U yana dedi, men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman. Siz eshitayotgan bu so'zlar o'zimdan emas, meni yuborgan otadandir. a single and equivocal Meni yuborgan ota menga nima qilishimni tayinlagan. Bible where Jesus says, I'm God. Bibliyaning har qaysi versiyasining biron joyida ham Iso men Xudoman yoki menga sajda qiling deb aytmagan. Statement, a plain, simple statement. U yerda bunday gap yo'q. Agar shunday bo'lsa ham deylik, biz musulmonlar sifatida Iso Masih hech qachon hech kimni aldamaganligiga iymon keltirganmiz. Would never lie. Chunki nasroniylar u yoki ahmoq yoki yolg'onchi yoki bo'lmasa haqiqatda Xudo bo'lgan deyishadi. Ammo nima uchun tanlovni aynan shunday ko'rinishda bajarishimiz kerak? Nega endi bu odam Xudoning payg'ambari bo'lishi mumkin emas? Nega endi u yolg'onchi va ahmoq bo'lishi kerak? Again and again, Injil adabiyotlarida Iso yolg'onchi, ahmoq yoki Xudo deb aytilgan joylarni qayta-qayta o'qiymiz. liar.
Kazzob so'zi Xudo so'ziga antonim bo'la oladimi? Xudo so'ziga qarama-qarshi so'z ahmoq so'zi bo'lishi mumkinmi? Yo'q aslo. O'zi umuman Xudo so'zida antonim bo'lishi mumkinmi? Qanday qilib yoki unday yoki bunday deyishimiz mumkin? Nega endi u o'zi haqida qanday gapirgan bo'lsa, ya'ni payg'ambar Allohning quli deb izdoshlik qilish va shunday gapirish mumkin emas. Iso aytadi: kimki o'z xochini olib ortimdan yurmasa, menga loyiq emas. O'z jonini ayamoqchi bo'lgan uni yo'qotadi. Men uchun jonini bergan esa uni asrab qoladi. Sizlarga aytib qo'yay, agar sizlarning solihligingiz Tavrot tafsirchilari va farziylarning solihligidan ustun kelmasa, sizlar hech qachon osmon shohligiga kira olmaysizlar. Buning ma'nosi shuki, Yahudiylardan yaxshiroq bo'lmaguningizcha jannatga kira olmaysiz. Yahudiylardan yaxshiroq bo'lish uchun esa qonun va amrlarni to'liq bajarishingiz kerak. Unga quloq tuting va unga ergashing. Va agar unga ergashsangiz, albatta musulmon bo'lasiz. Katta rahmat janob Didat. Barchangizga sabr toqatingiz va bahsimizni murosasizlikka aylantirib yubormaganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sizni bahsda ishtirok etishga taklif qilaman. Albatta, bu zalda yig'ilgan 5500 kishining barchasi ham bahsda ishtirok eta olmaydi. Shuning uchun menda bir taklif bor. Men har bir ma'ruzachidan raqibi tomonidan ilgari surilgan dalillarga 8 daqiqa ichida javob berishni so'rayman. Keyin sizga savollar berish imkoniyati beriladi. Iltimos, sukunatni saqlang. Tomoshabinlar nomidan doktor Shurushga qilingan hurmati uchun oldindan rahmat. Biz undan janob Jidatga javob berishini so'raymiz.